Assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz. Bugungi obzorimizda Tiggo 8 gibrid mashinasi. Bu mashinamiz общий 1400 km masofani bosib o'ta oladi. Ya'ni qanaqa holatda? Zaryadi to'lgan holatda и полный bank benzini bilan. Mashinamizni ko'rib turibsizlar. Bu restyling varianti. Oldi mordasiga keladigan bo'lsak, faralari adaptivniy bo'ladi. Faralar ya'ni kechqurun o'zi danli и ближний qila oladi. Oldi parktronik datchik, 360 kamera. Old radiator panjaralarini ko'rib turibsiz. Bu restyling holatda chiqqan. Tumaniylari bor. Diska razmerlarimiz 18 razmerli diskada chiqqan. Balonlari yumshoq holatda. Bokovoylarimiz elektronli bo'ladi. Bokovoylar qiziydi, slipoy zonasi bor. Besklyuchoviy dostup. Tomiga keladigan bo'lsak, katta panoramli lyuk, tomida reylinglari bilan birga. Mashinamizning ichini ochadigan bo'lsak, mashinamizning ichki qismi toza alikantaradan ishlatilgan. Kojin emas, bu alikantara, perforatsiyali qilingan. Mashinamizda abagrev, abduf hamma narsalari bo'ladi. Dizaynlari ham ancha chiroyli chiqqan. Salon podsvetka, Sony brendi bilan akustikasi, orqasida plus subwoofer ham bo'ladi. Mashinamizning ikkinchi qatoriga keladigan bo'lsak, ikkinchi qator ham ancha keng. Orqa qator deflektorlari, abagrev sideniyya boshqarish upravleniyalari hammasi knopkalari joylashgan. Mashinamizning bagaj qismiga keladigan bo'lsak, elektronli ochiladi. Ya'ni bitta knopka bilan ochiladi. Ya'ni bu 7 o'rindiqli bo'ladi. Orqa qator detski. Elektron yopiladi. Bunda xavfsizliklari bor, qisib qolmaydi. Yosh bola bo'lishi mumkin, orqaga devorga yaqin holatda turgan bo'lishi mumkin. Mashina bagaj qismida xavfsizlik tizimlari bor. Bu xavfsizlik tizimlari panoramli lyukda 4 ta oynasida ham bor. Orqa faralarini dizayniga keladigan bo'lsak, monoqosh bo'lib chiqqan. Mashinamizning saloniga keladigan bo'lsak, mashinamizda oldi qator, oldi tarafida, ya'ni stiklopodъемниклari avtomat ravishda tushadi. Bitta bosib qo'yasiz, bitta ko'tarib qo'yasiz, avtomat ravishda ko'tariladi. Ya'ni aytib o'tganimizdek xavfsizlik tizimlari bor. Sidinalarimiz yaqinroq ko'rsatsangiz bo'ladi. 6 ta funksiyani bajaradi. Tepaga, pastga, oldi, orqaga, и spinkasi. Bunda belli ham chiqazadigan funksiyalari bor. Mashinamizda start stop knopkalari bo'lmaydi. Mashinamizga chiqib tormoz bosilsa, kamar taqilgan holatda albatta. Mashinamiz yuradi. Mana mashinamiz rollari ancha yengillashdi. Elektron rul bu gidravlika bo'lmaydi. Gidravlikadan katta farqi buni. Mashinamiz ruli ancha yengil bo'ladi. Mashinamiz tezlashganda bu rul og'irlashadi. Mashinamiz rulida hamma upravleniyalari, ya'ni knopkalari joylashgan. Bu ya'ni insonga qulaylik keltirib chiqarish uchun. Cruise control, multimediani boshqarish knopkalari. Bunda Alexasi ham bo'ladi. Говорите, пожалуйста. Открой люк. Хорошо. Lyukimizni ochadi. Shu holatda Я yana слушаю. Zakroy lyuk. Хорошо. Lyukimizni berkitadi. Tablosiga keladigan bo'lsak, elektron tablo, monitorimiz ancha katta. Besprovodnoy zaryadkalari ikkitalik. Buni skorsi rulda bo'ladi, ya'ni gitara ataladi. Mashinamizda salon podsvetkalari bor. Hozir yorug' bo'lgani uchun ko'rinmayapti. Kechqurun ancha mashinani ichki osvetleniyasini chiroyli qilib ko'rsatadi. Mashinamizning rejimlari Eco standart sport. 3 xil rejimda harakatlanadi mashinamiz. Mashinamizda elektr, ya'ni bu gibrid mashinasi bo'lgani uchun mana bu knopka orqali rejimlarni o'zgartirib avtomobilimizni boshqarsa bo'ladi. Bu klimat kontrol, duvuq zonli klimat kontrol bo'ladi. Bu yerda knopkalar bilan orqali boshqarsa ham bo'ladi, bu yerda monitor orqali boshqarsak ham bo'ladi. Mashinamizda abagrev sideniyya monitor orqali boshqarsa bo'ladi. Rullari ham qiziydi, lobovoylar qiziydi. Ventilyatsiya sideniyya, ya'ni abduf. Oldi 2 qatorda bor. Ya'ni shofyor bilan passajirga. Mashinamizda yana ko'p funksiyalari bor. Bularni hozir hammasini birma-bir tushuntirib o'tirish uchun ancha vaqt kerak bo'ladi. Ya'ni videoni qisqa qilish maqsadida kerakli joylarni tushuntirib o'tib ketamiz. Barlarimizda xolodilniklari bor, past stakanchiklar, orqa qator deflektor aytib o'tganimizdek.
Orqa qator USB portlari bor. Pastda ham ancha katta joylarimiz bor. USB port, bu yerda переключатель. Mashinamizda polosli удержание, adaptivniy cruise control, ya'ni video registratorlari ham bor. Polosli удержание hamma narsasi. Koziroklarda oynalari bor, ya'ni bu sensorli bo'ladi. Passajir taraf ham xuddi shunaqa. Sensorli bo'ladi. Ikki xil svetda yonadi. Hurmatli obunachilar, sizlarni Namangan Cherry avtosalonida kutib qolamiz. Namangan Cherry avtosaloni Namangan shahar Chorsu kurashxona Petilitkada, ya'ni Turon universitetining shunday yonida joylashgan. Hammalaringni avtosalonga taklif qilamiz.